Garip Seyahat filmide Ademgiya mevzisining yiliq egisi Can Yuanzi. Bu zat qanchalik yomon avliyo bu. Zat qanchalik yomon nachchangdan so'rdi olan. Bu 86-yil Bambin 1-bölümdeki 9-qismda chiqadi. Filmning 5-yili chiqibla bu bir qatachaga mangdigu bu erishga. Meni peliq ikki shogirdini chaqirib deydi. Bugun büyük Tang diyarının rahibi Tang Sungger'a misal yutudu. Ay kep qalsa keşte. Ubdarak bir meyman qıplığına. Geçen qarsam tünügün mavi davançıqlık çaqbalakni chiqirib qo'yibdik ya bu. Qachon bugun kechgacha kep qoldim şeyga. Kesib ubdan meyman qilib maqba. Deganligini shogirdlar dedi. Usta bu Tang Sungger bir rahibga bu. Biz degan bu tariqatchilar tutsaq nimkormiz utaz bilan desa, yosh bolalar uqmaysizlar degan adam bolalar. Bu Tang Sung degan Jinchenzhi Mao'da Amitabh Buddhaning ikkinchi shogirdi bu. Biz buningdan 500 yil muqaddam qo'ljut gibi chaqchaq surunda o'ltagan bo'lgan. Eysam kamma bati yaman kulib tikanma bu surun yaman qizigan bir surun. Shunga qadinas davatma deydi. Demak, men birinchi uchurdilar bu Can Yuanzi'ninki aşı Amitabh bilan billa o'ltagan bu Tang Sungning oldingi 500 yil burun o'lishini biladigan qanchalik yomon odam ekanligini birinchi uchur urvatdi mayada. Aş filmni qayt ko'rsak. Hem de ikkinchi uchuri Sun Wukonglar qasrining oldiga kelgan leyliq turkdagi beytni o'qib bayron qildi-ku. Bir qo'shiq bor. Pirkalan qasr bu tadatga o'lmaydigan, davo muxlis makoni bu tuman ming yil yashaydigan deb bir beyt bor. Bunu Sun Wukong bayroq vay ma pochgun vuljilik o'xshaydi bu. Po degan zaysanmay atılgan. Öz vaqtida avliyo peshvasining qasriga kirganda banningdek po atadigan beytni ko'rmabdi men deydi. Demek, avliyo peshvasini selishtirib bu Can Yuanzining qanchalik yomonligini yana bir qatim uchirib uribdi mayada. Bizga endi hech bermagan bilan chun men yishib turibman-ku mana. Endi qasrga kirib Tang Sung shunda qaraydi-ku. Ya bira haykal, bira but, bira nimaning yo'q faqat osmon, zamin degan ikkil xat tug'an keyin Tang Sung ayran bu bil shogirdlardan so'raydi. Makilanga kelgan kim? Bu sizlarning ish qilib 3 qutbol, 4 haqqon, 9 palak avliyolarningki bu bira haykal, butturum yo'q bu. Osmon, zamin degan xatni yozib qo'yibsizlar bu desa shogirdlar. Kulibdi bu 3 qutbol, 4 haqqon degan shu bizningki ustozimizning alog'inisi bu hozir majon o'ynab ketdi shu bilan. Endi 9 palak avliyolar bizning ustozimizning kichik turdi. Shuni faqat osmon, zamin degan ikki xatni yozib turdi bu yer degankin. Sun Wukongning matchiqlar jab pochininikina. Bu deganlikni deydi. Qaniyamsa ustozim chaqirgan ashadan bir ko'rpaqli bir qanday odam shu. Bir ko'rpaqli deb po'natgan desa, bu endi texim po'atdi bu gap chiqqandan keyin ustozimiz Can Yuanzi muqaddas palak izzati kalomining 9 qatim taklif qilishi bilan yuqori qutbul aqnovidagi Milu sariga litsiyasi o'tgil ketdi. Tariqatdan abi yilg'icha bir jiboy chiqib qolamki shu vaqt kurashlar yadamdan qig'ash deydi. Degandan-ki bu Sun Wukongning tushlari tik bo'lib ketdi-da. Bu men o'zimni po'chi desam, men mening bog'lig'imni uqmay mashq kasbiy po'atadigan go'lik vaqo'da. Ching'a chiqibdi bu yerda. Demak, shundaq bir 9 qatimliq taklifni otadan berib so'zgan bu haqiqatan bir katta avliyo ekanligidan yana bir bishorat turyapti bizga. Sun Wukongni jim turmay bu yerda odamga yusni o'g'lab yeb, daraxtlarni uyurib quritib atdi-ku. Can Yuanzi shuni bunu tutib oldi achchiqda. Sun Wukong o'zi qacholaydi. Lekin hamda Tang Sungning qolgan shogirdlarni birga qochagan ko'z yetmay, bu prikalarning haqiqatan yomonligini isqib shartlashdi ham. Qishib. Can Yuanzi deydi, Sun Wukong, men seni bilmayman. Sening muartingni bilmayman, burun nima ish qilganingni bilmayman, qanday qadamingni bilmayman. Burilib go'nji qo'yganman seni. Hamda lekin bugun qanchalik yomon bo'ldi, mendan qochib qutlanmaysan. Hatto Amitabhni desangmi, baş darximni to'ligining to'lgan deganki Sun Wukong hayron qoldi. To'xtab tur, bu Amitabhni bu Rulayni mastaq Rulay deb chaqirdigan ko'zgilmay deydiganda taq malluvansam men bu yerda bakamiyada deb ishning sal chataqligini his qildi. Demak, men bu berib Rulayni desammi, bu ishni hal qilib bera olishdan tanki izg'img'i yo'q bu o'yni. Endi sal mashta qo'ldiga o'xshaydi deb mash darixini to'lsam bulamdi deb yana bir yerdan po'chilg'i borda deydi. Buludi mash to'lsam qanday qanday qilsam desa, navod sen mening o'sha avliyo dariximni qaytarib bersam,
9 qetim tazim qilib sen bilan og'ini bo'lishma deydi. Endi bu Putinning shogirdi ekanligini bilib bo'ldi bunchu Sunukungning. Onisi Sunukungning yomonligini bildi. Shunga og'ini bo'lmoqchi. İkincisi ham bu Sunukungni 500 yil taqlanmasga yetib, haqiqiy bir shundaq birodar bo'lmasa, keyingi Beijing bo'lmasa bo'lmaydiganligini his qildi Sunukung. Shuningla onun bundaq bir katta kamalat ketgan avliya o'z eg'izda chiqib qo'yotgan to'xta o'zim terg'ish hal qilib, boshdan bir Allohni qilay deb erishga chiqib so'rsa bu ish kim amal qilolmaydi buningga. Rulayni aslida izdigisi yo'q buni. Şunun olan Türk TV baş en dastlab ustasi Putin o'zini qishig'i bordi bu. Putinning qishig'i var, oqtimi yo'q, ko'ktimi yo'q, telefon qilsa ufajeton, ammay telefon deb tursa, bir loyin qilib qo'ygan ovoz bor ki bir yerdan chiqadi. Okong. Navatsa mashina hal qilmoqchi bo'lsang, bir Janubiy dengizga bor. Janubiy dengizda avvalgisi var deb ayol kishi var. Aşağı xotinga desang, shig'nal qilib turdi degan kishilar bordi. Avval suara ki bu daraxtni tirildirdi, Sunukungni eshikisi Allohga yo'nib qildi. Ama shunda ham Jöngyönzning qanchalik yomon avliyo ekanligini amaliyat nurg'un uchirib berganmiz diqqat qilmagan. Ham shuning bilan men seri qarog'i chiqarib qo'ygan Renshingo odam jamiyati degan, lekin odamga o'xshamsin chiqarib qo'ygan bu mevani bir do'stimiz menga tujan qilib qo'yibdi-ki, qarab ko'rib qarsam bu meva haqiqatan nihoyatda ta'mli. Ani keyindan vitamin, ilmitanayt, mol adam bedeniga foydali meva. En yoqtirganim bu uyda tashdek o'stirish intayin maskildigachu 2 ta urug'ini terib qo'ysak, 100 ta meva tushirdi. Nihoyat yaxshi o'sirdi bu uyda. Mashina to'li yechim bo'lib, uyga solinib qilib sirtdan bilan ekranga 5 tashdek terib qo'yib, bilsak vah. Nemanda payziya uyda sat guldan tergandim. Men mashina teray deb ep qo'ydim. Şuna aqasonligimi ham bahrlab seri qarab chiqib qo'ydim. Kishinjon ichi kirasiz, ko'rib beqinglar. Rahmat.